私の一番、あの子の一番。作、アリソン・ウォルチ。Mening va uning nazaridagi birinchilik. Avtori Alison Vorchi, rassomi Partis Barton, tarjimada Rayhon Ablat, ovozda Rayhon Ablat, Turkanay Ahmad. 何でも誰より一番のバイオレットは言うの。1ってかっこいいよね。矢印みたいにとんがっていてピカピカしている。だから私は一番が大好き。Har qandaq ishda hammaning birinchisi bo'ladigan Violet mundaq deydi. Mushu bir degan ajoyib qaltisanchimi? Ustunga o'xshash ushluq ham uzun, chaqnaqli turdi. Shu men birinchi bo'lishni bek yaxshi ko'raman. 誰より一番速いのはかっこいい。誰より一番大きな声で歌えるのは素敵。誰より一番愉快におしゃべりできていれば人気者。そして誰より一番目立つお洋服を着ていれば注目の的。Yugurganda boshqalardan tez yugurib, birinchi bo'lish bak qaltis. Naqsh o'qiganda yuqori ovozda o'qish shundaq payzi. Boshqalardan farqlanib turadigan chiroyli kiyim kiyganda-ku hamma odamning ko'zi sizil bo'lgan gap. 見て、また私が一等賞の一番よ。すごいなあ、バイオレット。揃ってみんなも感心する。そして何でも誰より一番のバイオレットは言うの。そう、一番はなんてったって一番だからね。でもと私はモヤモヤする。一等賞のバイオレットはすごいけど、一等賞の一番だけをみんなも一番と思うのかな。Qaranglarchi, men yana birinchisi bo'ldim. Violet bak qaltis. Shuning bilan hammalarning diqqati uningda bo'ladi. Ya'ni shuning bilan hamma ishda, hamma odamdan birinchi bo'lgan Violet ko'ranglagan holda. Birinchi bo'lish, yana birinchida deydi. Biroq men bundan nimishqdir tangriqab qolman. Hammada birinchi Violet-ku, haqiqatan qaltis. Lekin hamma odam hammaning oldida bo'lishni haqiqatan hammadan birinchi bo'lib deb o'ylandigandu. 私は早く走れないけど、校庭で好きなものを身につけたときとっても嬉しい。大きな声では喋らないけど、小さい声で歌うのは好きだし、おしゃべりしているみんなの話を聞いているのも大好き。目立たなくても私は好きなものが好き。だから私の一番は一等賞より好きなもの。でも何でも一番だから一番のバイオレットは笑うの。何言ってんの？一番が一番、一等賞が一番なのよ。Men tez yuguralmaganim bilan maktab poyezdida o'zim yaxshi ko'radigan gul degandek biror narsani topib olsam, shunchalik xush bo'lib ketaman. Ovozim ancha yuqori bo'lmagani bilan past ovoz naqsh aytishni, boshqalarning so'zlarini anglashni yoqtiraman. Men uchun boshqalardan alohida farqli kiyim bo'lmasin mayli. Eng muhimi o'zim yoqtiradigan kiyim bo'lsa kifoya. Shu men uchun birinchi bo'lish deganlik, o'zim eng yaxshi ko'radigan bo'lish deganlik. Lekin sen mushammada birinchi Violet nima deydigansan? Birinchi deganimiz yana birinchi. Eng yaxshisi birinchi bo'ldi-da, deb meni zonliq qiladi. ある日の朝、先生が言った。今日はみんなに植木鉢を配ります。それで明日は何をみんなに配ると思う？一番に答えたのはバイオレット。花、おいしい種です。みんなの種かは？ある日の朝、先生が言った。今日はみんなに植木鉢を配ります。それで明日は何をみんなに配ると思う？一番に答えたのはバイオレット。花、おいしい種です。何の種かは秘密よ。みんなはうわーっと大騒ぎ。私は胸がドキドキ。Bir kuni aytganda muallim, bugun hammalarga tashlik tarqitib beraman. Undaqda kim topa oladi? Sizlarga yana nima tarqitib beraman?
Sualga yanıla birinci bulup cevap bergini Violet. Gül. Yaq, uruq. Nimning uruq ekanligini hozircha maxfiyatlik. Şuna bilan hammaylar "Vuyu" deyishguncha qiyachiya qilishdi. Meningmi nimning uruq ekanligini bilgim kelib, yurgim tuk-tuk suqyotdi. その日はみんなで植木鉢を抱えて帰った。種がウキウキ嬉しくなってすくすく大きくなるように、一人一人好きな色、好きな形の絵を描くの。私の好きな色は青。そよそよっと風の吹く気持ちいいの絵、いい空の青。そして好きな形はハート、大好きよの印のハート。見て、すごいでしょ。ほら、内側までキラキラしちゃった。 Shu kuni hammamiz tashtakni ilib uyga qaytdik. Uruqning tezroq guliga aylanib cho'ng bo'lish uchun har birimiz o'zimiz eng yaxshi ko'radigan rang, eng yaxshi ko'radigan shaklda rasm chizishdik. Men ko'k rangni, mayin shamolliq kishiga aram bag'ishlaydigan ko'k ranglik osmonning rangini yaxshi ko'raman. Yana shundaqla yurakni, seni so'ymanning belgisi bo'lgan yurakni yaxshi ko'raman. 次の日、先生が配ったのは豆の種。この種が元気に育つには何がいるかな。空気、土、水、お日様の光、それと誰よりキラキラのリボン。その通りです。すごいわ、みんな。先生は嬉しそうに笑っていた。私は指で穴を開けると小さな種をそっと入れた。大きくなってね。お祈りしながら土をかぶせた。 Әдісі muallimning bizga bergini purchaqning urqi bo'ldi. Undaqda bu urqning o'sib yetilishi uchun nima kerak? Havo, tuproq, suv, quyosh nuri. Haras, chiroyliq linta. Men to'pining o'ttirisiga barmoqimni azroq to'shib ichib, urqni soldim. Ham tuzroq cho'ng bo'lg'ina deb tilak tilagach, ustiga to'pini ko'mdim. それから一日毎日お水をやってみんなで待った。苗の植木鉢はしんとしたまま。バイオレットも飲もダメだよ。絶対に一番に芽を出すんだもん。起きだよ、ネバスケ、ノロノロ、豆スケ。スイカの種にすればよかったかも。僕はバナナがよかったな。でもある日、ちっちゃな緑の芽が出ていたの。生まれたばかりの優しい緑。わー、かわいい。みんな見て。なのに隣でバイオレットが叫んだの。出てる出てる、芽が出てる、やったー。私がやっぱり一番。なんで一番？私もだって芽が出ているのに。 Shuning bilan hammamiz har kuni suv quyib, urqimizning tezroq unib chiqishini saqladik. Lekin hech xabar yo'q. Oxiri bir kuni kichikgina bix, yangi yumron bix chiqdi. "Pah, nim degan omoq, qaranglarchi?" deb turishimga yenimdik Violet chuqrashqa boshladi. "Bix chiqiribdi. Yana men birinchi bo'ptiman." Nemishqa yana Violet birinchi bo'lgudek? Mening bix chiqargan tursa. 次の日の朝、私はとても早く学校に行った。そしてお豆ちゃんを見た途端、頭がカーッと熱くなった。すると私の心が言った。バイオレットの目なんか隠しちゃえ。教室には先生がいて、黒板に字を書いている。私の方は見ていない。他には誰も来ていない。目立ちたがり屋に土を乗せちゃえ。私の手がさっと動いた。そして席に戻って椅子に座った。みんなが教室にやってきた途端に、私はピューッと縮んでいく気がした。私は顔が上げられない。矢印みたいな1が私にチクチク飛んでくる。やっぱり一番になりたいんじゃない。嘘つき、幼児、卑怯者。
Әтісі балдырыл мәктеп келдім. Күзім тештектікі пұрчақ нотсы түші біленла бешім бір чөгілгендек болды. Чүнки Violet'ның нотсы меніңкіден игізірәк өскендек қылатты. Шоң білен юркім мұндақ айтатты. Violet'ның өскен бекіні өшіріп қойған. Сыныпта достығы хат езіп атқан мұғалімні башқа еш кім жоқ еді. Нотсыны топығы көміртей чу? Шоң білен тізлік білен ішіні бүттіріп, орынды құмы келіп олтырып алдым. Башы сабақташтарым му бір-бірләп сынып керішік башылды. Немеш құдыр сықылғандек болдым. Бешімні му көтір әлмей қылып ататтым. Үстірілгедек бір деген сан маң қарап келіп ататты. Сінің бірінші болғын келді шындақ му? Ой, ялған Роджи. 違う、そうじゃない。でもわからない。私は顔が上げられない。ベルが鳴って誰かが言った。バイオレットが来てないよ。すると先生はこう言った。バイオレットは水疱瘡にかかったそうです。しばらく学校には来れませんね。と私は息が止まった。体がスーッと冷たくなった。なんであんなことしたんだろう。ズルの一番なんてビリのビリ。バイオレットごめんなさい。お豆ちゃんごめんなさい。Yok yok, undaq emas. Yelini bilenmedim. Men peşimni kötüremey qılıvatatdım. Ders qo'ng'irqimi chilinib, kimdir biri bugun Violet'ning kelmaganligini aytdi. Shu bilan muallimmi Violet og'rib qolganligi uchun maktab bir mezgil kelolmaydi dedi. Nafsim to'xtab, butun badanim muzlagandek bo'ldi. Nimishqim undaq ishni qilgandiman. Birinchilik shunchalik muhim edi. Violet, meni kechiring. Purchaq, meni kechirgin. バイオレットが治るまで私が世話をするからね。お水をあげるとお豆ちゃんたちは可愛い葉っぱをフルフルさせた。あんなに遠いのにお日様はこんなにポカポカあったかい。眩しいお日様の光が指がキラキラコチョコチョお豆ちゃんたちをくすぐるのよ。楽しいな、嬉しいな。お日様はお豆ちゃんたちが大好き。私も大好き。こうしている時が一番好き。 Violet saqayğıcha purchaqni o'zim boqaman. Shuna qilib naqshaytqash kunlarga suv quyatdim. Purchaqning yangi yo'pirmoqlari chiqishga boshladi. Naqshaysam yumron yo'pirmoqlar kulgandek, yana yangi yo'pirmoqlar chiqayotgandek tuyulatdi. Shunchalik ko'ngillik, shunchalik xushalman. Men purchaqlarimni, quyosh nurini ularga ko'ngil bo'layotgan vaqtimdagi o'zimni to'liq yaxshi ko'raman. いつものようにお豆ちゃんたちの世話をしていると先生がやってきた。ロージー、偉いわね。あなたは誰よりあなたが一番ね。立派な一等賞を取ったわね。私はと言って先生に聞いてみた。先生の一番は一等賞？先生は首をかしげた。私はこうしている時が一番だから。綺麗だな、可愛いなってお豆ちゃんの世話をしている時が何より一番楽しくて嬉しいから。 Her qitimqidek gullerimni sug'urayotganimda muallim kelib qoldi. Roji, siz haqiqatan qilsizkensiz. Hammadan munavviri birinchi siz bo'ldingiz mana. Men xushalliqim bilan beshimni ochdim. Ham muallimdan bunday savol so'radim. Muallim, sizin birinchilikni hammadan yaxshisi deb o'ylamsiz? Muallim beshinchi chayqagancha, "Yo'q, men hammadan go'zallikdan huzurlangan, xushal bo'lgan, gullarga ko'ngil bo'layotgan vaqtni hammadan a'lo deb o'ylayman." バイオレットが元気になって学校へ来た。苦しかった？大変だった？みんなは次々バイオレットに質問した。全然。チョコミントのアイスを食べて、毎日テレビを見て、お洋服にアクセサリー、青い消しゴム付きの鉛筆も買ってもらっちゃった。それにね、私ってすごいんだ。水疱瘡だってピカピカの一等賞。お医者さんがね、
Bayolet ahir saqayıp mektep geldi. Ballar, qiynaldınız mı? バイオレットが元気になって学校へ来た。苦しかった？大変だった？みんなは次々にバイオレットに質問した。全然。チョコミントのアイスを食べて、毎日テレビを見て、お洋服にアクセサリーをつけて、青い消しゴム付きの鉛筆も買ってもらっちゃった。それにね、私ってすごいんだ。水疱瘡だってピカピカの一等賞。お医者さんがね、私の水疱瘡は今まで見た誰よりも一番ひどいって言ってたからね。Bayolet ahir saqayıp mektep geldi. Savoqdaşlarning hammasi qiynaldingizmi? Tas bo'lgandi deb so'rashatdi. Bayolet nihoyat xushal qiyofatda yaqay shokolad marojni yeb, har kun televizor ko'rib, kiyimlarimga chiroyli zinatlarni taqab, shundoq ko'ngillik o'tkazdim. Ko'k ranglik o'chirguchi bor qarindoshim oldirdim texi deb ko'pchilikka o'zining qarinishini ko'rsatdi. Qaranglar, mush keslimdan birinchi bo'ldim men. Nima degan qaltis deyman? Doktor menigidek bu kasalning ig'irini tozirg'icha ko'rmaganligini aytdi, dedi Bayolet kesildan faxrlangan holda. バイオレットが走ってきた。みんなも後からついてくる。そしてお豆ちゃんたちを見た。バイオレットは叫んだの。すごい、こんなに大きくなってる。一番大きくなってる。それから同じ大きい私のお豆ちゃんに気づいていた。これは誰の？ Bayolet purchaqning yoniga yugurib keldi. Orqadan boshqa bolalarim agishib yugurib keldi. Bayolet: "Uyyo, mushunchalar o'sib ketibdi-da. Men yana birinchi bo'ldim", dedi. Ham o'zining tashtikining yindiki o'xshash egizlikda o'sgan mening gulimga ko'z tushdi-da. "Bu kimning?" deb so'radi. ロージーのよ。ロージーはあなたのお豆を自分のと同じにお世話して大事に育ててくれたのよ。振り返ると先生が言った。そうだったんだねとみんなは心にうなずいた。ロージーありがとう。バイオレットはとても小さな声で私に言った。でもやっぱり私が一番じゃない？だってさ、背の高さは一緒だけどキラキラのリボンで目立ってるんだもん。 Rojining guli, Roji sizning gulingizni o'ziniki bilan tang boqdi deb saboqdoshlarimning hammasi hujurlashdi. Muallimmi shundoq degancha saboqdoshlarimning deganlarini tasdiqlagan qiyofatda beshin lingshitdi. Bayolet bakmi tuvan ovozda menga rahmat aytdi-yu, to'lim yuqori ovozda qaranglar, o'xshash egizlikda o'skini bilan yana mening gulim bu lentlari bilan alayda ko'zchilik qildi. Shunga men yana birinchi dedi. ロージーの言う通り、一番は一等賞だけじゃないわね。先生がささやいた。ロージーはロージーの一番を大切に育てていこうね。私はうなずいた。お腹の中がほかほかしてお豆ちゃんみたいに大きくなっていく気持ちがした。 Rojining aytgandek birinchi bo'lish hammadan yaxshi bo'lish deganlik emas. Roji xos birinchi bo'ldi, dedi muallim. Men xushallik bilan beshimni langshitdim. Ichimda nimadir bir xushallik deb chekdaydi. Xuddi o'zim yetishtirgan purchaq gulidek o'sib yetilgim keldi.